Bugun optik nivelirda umumiy ma'lumotini berib o'tamiz. Demak, optik nivelir komplektida reykada demak, уровень bo'ladi. Qotiramiz va reykani уровеньda ushlash uchun kerak bo'ladi. Tak, reyka teleskopik 5 metrlik 5 ta seksiyadan iborat. Chiqarish uchun sekin chiqaramiz va teshigiga knopka kelib chiqadi. Demak, qotdi. Xuddi shunday bu seksiyalarini ham. Tak, reykani ushlab turayotgan payti уровеньda ushlab turish kerak, chunki bunaqa uglda ushlasa sanoq noto'g'ri olinadi. Nivelirimiz keysida ichida pasport, nam tortuvchi gel, nivelirda o'zi, nechinoy atves va ikkita yuztirovочный ключ bo'ladi. Nivelirimiz komplektida alyuminiy shtativ bo'ladi. Vintlarini bo'shatamiz va oyoqlarini chiqaramiz. Yetarli darajada balandlikka olib kelganimizda, ya'ni o'zimiz bo'ynimizga qarab agar yakkacha olib kelsak, ideal holat bo'ladi. Olib kelganimizda va o'ringa, taxminan o'ringa qo'yganimizda qotiramiz. Qotirib bo'lganimizdan keyin oyoqlarini bosamiz, yerga kirgizamiz. Tak. Bu demak alyuminiy shtativ ishchi holatga keldi. E'tibor beradigan tarafimiz demak oyog'i, bitta oyog'i o'zimizdan uzoqroq joyda joylashishi kerak. Ya'ni bu tarafga qarab ishlaydigan bo'lsak, bizlarga oyoq xalaqit bermasin. Demak, nivelirimizni stanoviy vint bilan qotiramiz. Endi buni gorizontga keltirishimiz kerak, ya'ni o'ringa qo'yishimiz kerak. Buning uchun ikkita vintga parallel qo'yamiz. Ikkita vintni bir paytda o'zida qarama-qarshi yo'nalishga buramiz. Maqsadimiz ikkita vintga perpendikulyar yo'nalishda o'qda turish kerak. Bu to'g'ri o'rtaga bormasligi mumkin, o'sha o'q bo'yicha turish kerak. Demak, buryapmiz. Demak, o'sha o'q bo'yicha turdi. Demak, 3-vint bilan endi o'rtaga olib kelishga harakat qilamiz. Demak, keldi. Buni tekshirish uchun yana 180 gradusga buramiz. Demak, o'rtada tursa, nivelir yaxshi ishchi holatda. Demak, nivelirimiz bir nechta vintlardan iborat, obyektiv, okulyar, grubiy seldan iborat, aylana, уровеньdan iborat. Demak, bu vintlar gorizontga qo'yish uchun, ya'ni o'ringa qo'yish uchun, bu точный navodka uchun, chapga, o'ngga qaratish uchun. Tak, bu kremalyeri, ya'ni obyektni fokusga olib keltirish uchun. Bu dioptriyniy kolso, demak, to'rda tiniq qilish uchun. Demak, joylashtirganimizdan keyin dioptriyniy kolsoni bir marta to'g'rilab olamiz, o'zimiz ko'zimizga keyinchalik teginmasak ham bo'ladi. Obyektga qaratamiz. Grubiy sel bilan navodka qilamizda, qaratamiz. Kremalyeri bilan, ya'ni fokus qiluvchi vint deylik, o'sha bilan fokusga olib keltiramiz, aylantirib. To'g'rilamoqchi bo'lsak, biroz наводящий vintlar bilan to'g'rilab olamiz va отчет olamiz. Nivelirda 3 ta o'lchaydigan funksiyasi bor. Demak, bu nisbiy balandliklar, masofa va burchaklar. Demak, hozir burchakni ko'rib chiqamiz. Deylik, reproduksiyaga joylashtirdik, nivelirda bitta obyektga qaratdik va pastida mana bunaqa joyi bor. 0 da burab olib kelamiz. Demak, ikkinchi obyektga qaratganimizda necha gradus farqi bilan turganini ko'rsak bo'ladi. Demak, hozirgi holatda 60 gradus ko'rsatyapti. Bu ikkinchi funksiyasi. Demak, uchinchi funksiyasi bu masofa. Demak, reykaga qaratamiz. Reykaga qaratganda to'rlarda tepa va past nimalari bor? Belgilari bor. Tepa va past reykada qaratamiz. Tepadan olamiz, отчетni pastdan olamiz. Ikkalasini ayiramiz. Chiqqan masofani 100 ga ko'paytirsak, demak, nivelirdan o'sha reyka turgan masofa shu uzoqlikda bo'ladi.